Salom hammaga, men bugun sizlarga Sabir qilichini olishni o'rgataman. Shuning uchun videoga like buni bosishni unutmang. Obuna bo'lmasdan tomosha qilayotganlar foizi 96% ni tashkil qilarkan. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu menga juda katta motivatsiya bo'ladi. Sabir qilichini qayerdan olamiz desangiz, shu bosdan tushadi. Nimaga nomi Sabir? Chunki bosti ismi Sabir bo'ladi. Bu sizga juda katta foyda oladi. Birinchi navbatda biz jumladagi shu tugmalarni bosib chiqamiz. Bu tugmalar sirli eshikni ochishga yordam beradi. Bu sizda kulrang bo'lib turadi, shuni unutmang. Endi biz shu joydan mashalani olib missiyamizni boshlab olamiz. Endi biz desertga borib olamiz va men ko'rsatgandek qilasiz va shu eshikka kirasiz. Bundan keyin sizda bu joy yopiq bo'ladi. Bu joyga mashalani tutsangiz yonadi va ochiladi va stakanni olamiz. Undan keyin zaminga qo'yib sinov islanga boramiz. Pillow talking that nigga that snitch. I ain't been up on the block in a minute. Va sinov islanda shu gorga kiramiz. Yana ma'lumot, bu gorda aura olasiz. Keyin biz olgan stakanni shu tomchilayotgan joyga stakanni tutamiz va tepaga chiqib bitta boboyga beramiz. Undan keyin pirate islanga borib Richman bilan gaplashamiz. U sizga missiya beradi, ya'ni bosti oldirasiz shu joyda. Ya'ni shu joydagi bosti oldirasiz va orqaga qaytasiz va u bilan gaplashasiz. U sizga kalit va pul beradi. Mana kalitni ham ovoldin, endi orqaga qaytamiz jumlaga. Va kalitni shu joyga qo'yasiz. Ozi sizda chiqib turadi. Men bu missiyani qilganim uchun chiqmayapti va bosti oldirasiz. Mana tomosha qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Videoga obuna bo'lishni unutmang. 50 like bo'lsa keyingi videoda 2 dengizga otishni o'rgataman.